to'rttamidi, uchtamidi? Ikkita turbada. Xo'p, bitta tushdi. Birinchi bergan savolimiz rezusiz отрицательный emasmidi? Ha, отрицательный dedingiz. Ana endi mana shu rezus holatida 80% odamda rezus положительный bo'ladi. 20% holatda отрицательный bo'lishi mumkin. Biz bu narsani o'zgartira olmaymiz. Biz tabiatdan shunaqa yaratildik. Endi o'lguncha shu rezus faktorimizni отрицательный holatda ketamiz. Lekin bitta holat bor, bu antitelo degan narsa bor. Mana shuni bitta tekshirib qo'yamiz. Agar u antitelo ham отрицательный bo'lsa, bu bizga plusga ishlaydi. Sizda har homiladorlik o'sha sroklarida antiteloni nazorat qilishimiz kerak. Oxirgisi shu homilangiz rezus konflikt hisobiga tushib ketdi degan fikrga boryapmiz hozir biz. Antiteloni ham tekshiramiz. Xudo xolasa mana shu gistroskopiyadan keyin birinchi 3 sutkani ichida o'sha antiteloiz ham отрицательный bo'lsa, bitta preparat qilib qo'yamiz, keyingi homilada muammo bo'lmasligi uchun. Tushuntira oldimmi? Birinchi sababi shu. Keyingi sabab qonni suvi quyuqligi bo'lishi mumkin, spermatozoidlarda muammo bo'lishi mumkin. Yana bitta endi trubani yopilib qolishiga bo'lgan sabab 2 martalab truba. Men o'shaning uchun har doim aytaman-da, trubada vnimatичный беременность bo'ldimi, haqiqatda voz kechish kerak u trubadan. Bo'ldi, o'sha joyda уже kiprichalari ploskiy bo'lib qoladi, trubani ichidagi o'sha varsinkalar. Bu holat keyingi safar yana homila o'sha joyga tiqilishiga olib keladi va yana yakuniy operatsiya bilan tugaydi shu narsa. Shuning uchun 2 marta, bir marta qoldirdinglar, ikkinchisida o'sha truba bilan ketdi bu holat. Endi mana shu trubada spaykilar paydo bo'ladi. Bu sizni kichik chanoq a'zosida o'tkazgan operatsiyalaringizdan keyin. Vaspaleniya holatlari, infeksiyadan keyin tuberkulyoz holatlarida ham shunaqa trubalarda o'zgarishlar bo'lib qoladi. Malitas, tuberkulyoz, endi chuqurlashib ketdik, tuberkulyozgacha yetib bormaymiz, xudo xolasa. Xo'p,